Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz vohadoshlar, Surxondaryomizning muhtaram mehmonlari, siz qadrdonlar bilan erta tongdan a'lo kayfiyatda, yaxshi niyatlar bilan Surxondaryo telekanalida jonli efirda Munavvar kun musiqiy dam olish dasturida ko'rishib turganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. O'lkamning tasviri o'xshaydi ko'zga, netong keng olamga boqqan ko'zim ul, yana yurtim uchun ne deyman o'zga, mening hayotim ul, mening rizqu ro'zim ul. O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov. Assalomu alaykum, jannat makon O'zbekistonning qadrli insonlari, sog' omonmisiz? Munavvar kunda, fayzli tongda sizlar bilan yana uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Albatta, demak bugun haftaning juma kuni va sanamiz esa 30-yanvar. 29 demoqchi bo'lsam, qarang, ana dedik, mana dedik, yanvarni ham tugatdik. Ha, agar yodingizda bo'lsa, Farhod aka, biz 2-yanvarni, ya'ni yangi yilni ham siz bilan birgalikda boshlagan edik, rostdan. Yuqori kayfiyatda boshlab olgan edik. Ana mana deguncha o'zingiz aytgandek, yanvar oyi ham o'z yakuniga yetib boryapti. Lekin yaxshilar umriga o'xshaydi fevralni. Fevralni ham kutib olsak bo'ladi, bemalol. Fevral ham zo'r. Fevralda bu yil juda ham yaxshi oylar, yaxshi kunlar bo'lishi kutilyapti, chunki Ramazon oyi fevralda o'tishi bugun bu yilga to'g'ri kelyapti. Demak, fevralni barokati juda ham ko'p. Barcha qadrdonlarimizga a'lo kayfiyat hamrohligini tilaymiz va suhbatlarimizni boshlaymiz. Ayni damda studiyamiz mehmonlarimiz bor. Termiz davlat universitetining iqtidorli yoshlari bizni dastlabki mehmonimiz bo'lishadi. Keling, ularni hozir taklif etaman. Aynan ular bugungi kunda xuddi biz kabi jurnalistika yo'nalishida ta'lim olishyapti, Farhod aka. Aha, albatta. Xush kelibsizlar. O'zlari orqali tanishib olamiz, ha? O'zlarini tanishtirishadi. Yo'q, menda bor ism familiyalar. Hayotbek Olimnazarov, Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti talabasi, 5 tashabbus loyihalari koordinatori hisoblanadilar. Avazbek Jumanazarov, Termiz davlat universiteti jurnalistika yo'nalishi talabasi hamda Maqsudaxon Karimboyeva, jurnalistika yo'nalishi talabasi. Bu kishi ham 5 tashabbus yo'nalishining koordinatori sanaladilar. Demak, 5 tashabbus olimpiadalari, umuman 5 tashabbus loyihalari bugun yurtimizdagi o'g'il-qizlarimizni har tomonlama iqtidorini, iste'dodini, mahoratini qo'llab-quvvatlayotgan, rag'batlantirayotgan tashabbus hisoblanadi. 5 tashabbus olimpiadasi orqali o'zini mahoratini ko'rsatib, bugun jamiyatda alohida o'ringa ega bo'lgan yoshlarimiz safi kengayib boryapti. Deylik, Bo'zatov Festni aytamizmi, yosh kitobxon tanlovini aytamizmi yoki mohir oshpaz qator loyihalarning hammasi qaysidir ma'noda ularni kelgusidagi rejalarini tuzib olishga ham imkon yaratyapti. Xo'sh, oliy ta'limda bu jarayonlar qanday kechadi aslida? Bu haqda bilib olamiz. Demak, Maqsuda bilan boshlasak. Maqsudadan boshlaymiz. Qizlardan boshlaylik. Ha, mayli. Qizlarning hurmati bor. Albatta. Avvalambor assalomu alaykum. Men Termiz davlat universiteti jurnalistika yo'nalishi talabasi Karimboyeva Maqsuda bo'laman. Biz 5 tashabbus yo'nalish koordinatori bu yildan saylandim. Albatta, bu yo'nalishda barcha imkoniyatlar ochiq desak bo'ladi universitet yoshlari uchun. Albatta, bu yo'nalish orqali biz yuksalamiz. Yoshlar bo'sh vaqtidan mazmunli foydalanishadi. Turli tadbir, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar, shoirlar, jurnalistlar bilan uchrashuvlar bo'lib turadi. Hamda talaba qizlar uchun sport yo'nalishlarini ham qilganmiz. Shunday yo'nalishlar tashkil qilingan. Albatta, nima uchun kerak talabaga 5 tashabbus loyihalari? Kelajakda vaqti bo'ladimi talabani bilan shug'ullanishga? Vaqt ajratsa albatta bo'ladi. Kelajakda o'z fikriga ega bo'lishga, o'z shaxsiy fikrini ifoda eta olish uchun ham Yoshlar ittifoqi katta yordam beradi bu borada. Albatta. Demak, Hayotbek bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Hayotbek yuridik ta'lim yo'nalishida tahsil oladilar va bugungi kunda menimcha yuridik sohaga qiziquvchilar safi kengayib boryapti. Yoshlarimiz orasida ham yoshlarimiz orasida. Sizning suhbatingizni diqqat bilan tomosha qilishlari mumkin. Shuning uchun foydali ma'lumotlarni taqdim etsangiz yaxshi bo'lardi. Hop, hammaga assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun kattakon rahmat. Hop. Termiz davlat universiteti nafaqat talabalariga bilim beradi, balki ularni shaxsiy ko'nikmalarini rivojlantiradi, ularda liderlik qobiliyatlarini oshiradi. Hop. Bizni Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti talabalar bilim olishdan tashqari
qolgan talabalarga huquqiy madaniyatni, ya'ni aholi bilan huquqiy ongini oshirishni, huquqiy targ'ibotlarni amalga oshiradi. Bizda talabalar assotsiatsiyasi shu yildan amalga oshirildi va talabalar assotsiatsiyasi rahbari sifatida shuni aytamanki, rektorimiz bilan suhbatda, viloyat hokimimiz bilan bo'lgan suhbatlarda ham biz o'zimizni tashabbusimizni ko'rsatdik, ya'ni mahalla yettiligi bilan ishlash, xalqimizni huquqiy ongini, huquqiy madaniyatini oshirish ishlarini olib boramiz, ya'ni huquqiy aksiyalar. Albatta. Bitta savol. Ro'yxatdan o'tdingizmi? Aholini ro'yxatdan o'tkazish tadbirlarida qatnashdingizmi? Boshlanishida biz o'quv seminarlarida birinchi bizga dars berildi. Undan so'ng esa biz har bir tumanga alohida koordinator bo'lib, ko'ngilli volontyor bo'lib o'zimiz bordik va men Angor tumanida o'zim shu aholini ro'yxatdan olishga o'tkazdim. Ularga yordam berdim, ularga avvalambor boshlang'ich sifatida o'rgatdim. Shuni aytib o'tib ketish kerak, ya'ni o'zim shaxsiy qaydnomam sifatida, ya'ni 250 dan ortiq aholini ro'yxatga o'tkazishga o'zim faol qatnashdim. O'zingiz va yana 250 nafar yurtdoshimizni ro'yxatdan o'tkaza oldingiz. Ko'pchilik savol beryapti, nimaga kerak o'zi bu ro'yxatdan o'tkazish? Qanaqa ertaga o'ylayaptiki ko'pchilik soliqdan yoki ko'proq bizga to'lov chiqib kelishi mumkin yoki hozir o'zlari olib turgan imtiyozlarimiz qaysidir ma'noda to'xtab qolishi mumkin deb o'ylashyapti. Juda ham o'rinli savol berildi. Chunki yuridik ta'lim yo'nalishida o'qiydilar va koordinatorman deyaptilar. Balkim bu haqda bilarlar, marhamat. Aholini ro'yxatdan o'tkazish nima uchun kerak? Avvalambor davlat o'zida bor narsalarni ochiqdan aytishimiz kerak, nimasi borligini bilishi kerak. Keyinchalik davlat o'sha hududda nimadir qurmoqchi bo'lsa, o'sha aholi sonidan kelib chiqib quradi. O'shanaqa imkoniyatlar yaratiladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, davlat iqtisodiyotiga, uni erta rivojlanishiga, ertaga tashqi aloqalarda qanchalik nima kerak bo'lsa, o'shani aniq belgilab olish uchun aholini ro'yxatdan o'tkazish kerak. Hop, soliq masalasiga keladigan bo'lsak, bu hech qanaqa soliqqa ziyon keltirmaydi, ya'ni oshib ketish yoki kamayib ketish holati kuzatilmaydi. Ko'plar aholini ro'yxatdan o'tkazishda sertifikatlar birinchi marta olgandan so'ng noto'g'ri ma'lumotlar kirgizdi, ya'ni soliqimiz oshib ketadi deb. Keyinchalik sertifikatlarda qaytishi ham kuzatildi. Ya'ni bu davlat ro'yxatida sizni nimangiz bor, nimangiz yo'q, u aniq kiritilgan. Buni biz yolg'on hozir kirgizsak ham u hech qanaqa ta'sir qilmaydi baribir soliqqa. Shunday. Va shu o'rinda ma'lumot sifatida aytib o'tishimiz kerak. Surxondaryoda ham bu jarayonlar jadallik bilan davom etyapti. Ro'yxatdan o'ting. Hozir Hayotbek aytayotganlari kabi soliqdan yoki imtiyozlardan sizni qanaqadir soliq oshib, imtiyozlar kamayib qolishini ta'minlamaydi. Bu shunchaki ro'yxat. Deylik, oddiygina hayotiy misol bilan aytadigan bo'lsak, uy ro'zg'oringizda ham ro'yxat shakllantirasiz. Deylik, shanba kuni o'sha uyingizdagi muzlatgichni ochasiz yoki o'sha ishga qaraysiz, nima bor ro'yxat tuzasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Yoki uyimni bu yerda mana bunaqa qurilish qilsam bo'lar ekan, yoki bu yerda bunaqa qilsam bo'lar ekan, yoki bu yerda buni tashkil qilsam bo'lar ekan deysiz. Ya'ni bu jarayon bor, endi bu butun davlatniki. Ilgari ham bo'lgan, ilgari qog'ozda bo'lardi, hozir esa elektron tarzda bo'layotganligi bu ancha yengillik. Har tomonlama qulay bo'lyapti. Siz ishda, uyda, qayerda o'tirgan bo'lsangiz, to'yda o'tirgan bo'lsangiz ham 5 minut vaqt ajratsangiz, bir nechta savollar bor. Ana shu savollarga javob berib chiqsangiz kifoya. Davlatimizni qaysidir ma'noda rivojiga bu o'zingizni hissangizni qo'shgan hisoblanasiz. O'sha davlat taraqqiyotiga, mamlakat taqdiriga befarq emasligingizni bildiradi bu narsa. Farzandlarimiz taqdiri uchun ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun mana Farhod aka ham biz umuman Surxondaryo telekanal ijodkorlari bot yurtdoshlarimizga ta'kidlayapmiz. Dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan mavzu bo'lganligi uchun ham biz erta tongdan mana shu masalaga yana bir bor e'tiboringizni qaratdik. Albatta ko'pchilik o'ylashi mumkin, bular targ'ib qilyapti deb, haqiqatan ham targ'ib qilyapmiz. Bizni rahbarimiz boshchiligida barcha xodimlar ushbu tadbirlarda faol ishtirok etganmiz. 100% ayta olamiz. Surxondaryo telekanali 100% ro'yxatdan o'tgan. Jamoasi hamma. Ijodiy jamoa ham, texnik jamoa ham hamma. Hammamiz o'tib bo'lganmiz. Albatta, siz ham o'ting, tezroq bo'ling va tezroq o'z hissangizni qo'shing deymiz. Nimanidir kutish kerak emas, jarayonlar juda ham oddiy. Demak, Avazbek bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Avazbek ham iqtidorli yoshlardan biri. Xo'sh, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'lingizlar. Men O'zbek filologiyasi fakulteti jurnalistika ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi hamda O'zbek filologiyasida Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilot yetakchisiman. Demak, qancha yoshlar bilan bugun birgalikda harakat qilib kelyapsiz? Universitetimizda 20 mingdan ziyod talaba bor. Fakultetimizda 3 mingdan ziyod talaba bor. Oho, 3 mingdan ortiq talaba bilan. Kechki, kunduzgi sirtqi
talabalar umumiy soni 3 mingdan ziyod. Albatta, bugun boshlang'ich tashkilot talabalarga qanaqa yengilliklar, imtiyozlar beryapti? Xo'sh, nimalarni bugun qo'llab-quvvatlab kelyapti talabalar hayotidagi? Asosan qilayotgan ishlarimiz talabalarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, qanaqadir tadbirlar, keyin startap g'oyalari bo'lsa, ularni startap loyihalarga yo'naltirish, keyin tadbirlar o'tkazib, yosh kitobxonlik, ularning shoirlar bilan uchrashuvlarni tashkillashtirib bermoqdamiz. Albatta, menimcha kecha siz bu xabarni eshitdingiz. Kambag'allik chegarasidagi oila farzandlari uchun talabalar turar joyida imtiyozlar berildi. Endi ular davlat tomonidan qoplab beriladigan bo'ldi. Grantda o'qiydimi, kontraktda o'qiydimi, farqi yo'q, to'g'rimi? Bu talaba uchun qiziqmidi, muhimmidi? Albatta muhim, ayniqsa pul moliyaviy masala bo'yicha bu hammaga ham muhimda. Albatta. Va asosiysi bugun o'sha talabalar davlat e'tiborida ekanligidan, g'amxo'rligida ekanligidan xursand bo'ladi. Hayotbek, marhamat, shu haqda ham to'xtalib o'tsak, talabalar uchun bu qay darajada muhim va talaba masalan mana shu qo'llab-quvvatlash orqali nimani his etishi mumkin? Avvalambor yurtboshimizga rahmat deb qolaman. Juda katta minnatdorchilik bildiraman. Juda ham ko'plab imkoniyatlar yaratilyapti yuridik sohada yoki bo'lmasa boshqa ta'lim sohalarida. Hop, birinchi bizda katta islohotlardan biri bu, ya'ni 1 yillik grantni amalga oshirilganligi. Ya'ni qandaydir vaziyatda insonda omad kelib qoladi, grantga kiradi, o'sha vaqtlarda 4 yil grantda o'qirdi. Hozir harakat qilgan, o'z ustida ishlagan, ham ijtimoiy faol bo'lgan talabalar 1 yillik grantga o'tishi mumkin. Ya'ni o'zini JIPA balli bilan hisoblab, ijtimoiy faolligini qo'shgan holda. Demak, kontraktdan grantga. Kontraktdan grantga yoki grantdan kontraktga tushish ham mumkin. Albatta. Talabalar yotoqxonasida bepul qilinishi yoki bo'lmasam nogiron imkoniyati cheklangan talabalarga ko'plab imkoniyatlar yaratilayotganligi. Universitetimizda juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan. Ularni har hafta ular bilan ishlash, ularni ziyoratgohlarga olib borish, tadbirlarda ularga bepul tadbirlarga kirish imkoniyatlari juda ham ko'plab imkoniyatlar. Yoshlar bugun haqiqatan ham har tomonlama qo'llab-quvvatlanyapti. Faqat ana shu imkoniyatlardan oqilona foydalanishni bilish kerak. Albatta. Ayniqsa yana bitta xabar talabalar uchun juda ham muhim. Endi mana talabalar ko'proq kitob o'qiydi, to'g'rimi? Chaman o'zingiz ham talabaligingizda bir haftada bittasini to'g'risi tugatgansiz. Talabalar uchun kitobxon talaba tanlovlari tashkil etiladi. Muhtaram Prezidentimizning 2026-yil 15-yanvardagi 9-son qarori bilan endi talabalar ko'p kitob o'qisa, tanlovlarda g'olib bo'lishsa, ular uchun 10.300.000 so'm miqdorida rag'batlantirishlar beriladi. Ana, avval bizning paytimizda bunaqa narsalar yo'q edi. Umuman Masalan, yo'q men edi. kontraktda o'qiganman, lekin a'lochi bo'lganman. Agar hozirgidek sharoit bo'lganda, balki men ham grantga chiqib, ota-onamga ancha yordam qilgan bo'lishim mumkin bo'lardi. To'g'ri. Umuman hozir ham o'qigim kelyapti, to'g'risi. Shuning uchun Lekin hozir magistraturada yo'q unaqa. unaqa yo'qmi? Yo'q. Bor. Agar xotin-qizlar uchun ayniqsa bor. Agar siz kontraktga o'qishga qabul qilinadigan bo'lsangiz, davlatimiz tomonidan bu kontrakt summasi qoplab beriladi. Albatta. Talabalar bugungi tashrif uchun rahmat. Bugun talabalar hayotidagi o'zgarishlar haqida xabardor bo'ldik va sizlarni yana kutib qolamiz studiyamizda. Rahmat sizlarga. Kattakon rahmat. Shuning uchun sizlarga ham Yana yangiliklar bilan kutib qolamiz. Albatta.